Bir erkak kishi o'zidan orttirib masjidga bera olmasligi mumkin. Yetim, yesir, beva, bechora, chag'oy, kambag'alga bera olmasligi mumkin. Lekin uyga olib kelayotgan non tuzi, go'sht yog'i shuni o'zi ehson hisoblanar ekan. Shuni o'zi sadaqa hisoblanar ekan. Hijolat qilma mo'min. Men bera olmayapman masjidga deb. Olib kelayotgan go'sht yog'ingni o'zi ehson. Abu Hamid G'azoliy aytadilar: nafaqa menga farzdir. Nafaqa menga farzdir. Xotinimni boqishim kerak degan niyat bilan bir erkak ko'chaga chiqsa, mabodo ajali yetib o'lib qolsa, shahid o'libdi degan ekanlar. Birodarlar, tirikchilikda o'lib qolgan erkak shahid erkak ekan.